Assalomu alaykum obunachilarimiz. Bugun sizlarga Xudo xolisa Tarona to'yxonasi haqida batafsil ma'lumotlarni berishni boshlaymiz. Xo'p, bu to'yxonamizni stenkasi o'ng tarafida kattagina sharoitlarni cho'tki qilib qo'yishgan ekan. Bemalol mashinalarni qo'yib mehmonlar kirsa bo'ladi. Xo'p, endi to'yxonani ichiga kirishni boshlaymiz. Xo'p, bu keyingi оформление qilishgan ekan, hali bitmabdi. Ertaga Xudo xolisa bitadi deyishdi. Xo'p, kiraverishimizda naves. Xo'p, bu joyimizni to'yxonamizning vestibyuli, ya'ni bu ham rombik oynalar qilib fotozonalar zakaz qilib qo'yishgan. Uzog'i 3 kun ichida Xudo xolisa bitadi. Inshaalloh. Bu yog'imizda ma'muriyat, ya'ni mijozlar bilan suhbat qilishadigan xona. Xo'p, zalga kirib kelaveramiz. Tak, bu yerda balkonga chiqib ketirish joy, ya'ni 100 kishi ketadigan balkonligi bor ekan. Ayollarga to'ylar qilishganda ham juda ham qulaylik yaratib beradi. Xo'p, bu yerimizni navbatchi san'atkorlarning joyi, ya'ni sahna. Bu yerda ham uslitsiz apparat kolonkalar yana ham yangilanar ekan. Hozir pustoy holatda. Xo'p, zal juda ham chiroyli, ko'rkam. O'zgacha did bilan yasatishgan. Xo'p, zal haqida ma'lumotni boshlasak, zalga umumiy 300 ta mehmon ketar ekan. Past 200 ta joy qilib qo'yishgan, tepaga 100 ta. Oshlarimizda misol uchun past o'ziga 250 ta qilsa ham bo'lar ekan. Stullar hozir reklamaga kelganimizda tushirishdi, kutib turdik. Mana yangi stullar qo'yishdi. Zamonaviy, juda ham chiroyli stullar. Xo'p, dasturxonlar o'zgaradi. Yangi tiktirishga berilgan ekan. Xo'p, to'yxonamizda 4 ta konditsioner bor, bitta balkon, 3 ta zalda ekan. Bemalol muzlatib berar ekan. Sveti muzikalarimizni to'yxonalarimizda 4 ta tepa burchagiga mo'ljallangan, qo'yilgan. Va yana 4 tami 6 ta keladi deyishdi. Bu degani yana o'sha sveti muzika yanada effekt beradi. Xo'p, balkonda o'sha ayollarga to'y qilganda pardalarni yopib qo'yish imkoniyatlari bor ekan. Kelin-kuyovlar sahnasi juda ham chiroyli. Bu ham 70% bitgan ekan, hali ulgurishmabdi, chunki yaqinda remontdan chiqdi to'yxona. Balaliklar standartniy. Juda ham yaxshi, qulay. Normalniy. Оформление yasatishgan ham juda ham chiroyli chiqibdi. Menga yoqdi. Va yana bunga qo'shimcha narsalari bor ekan, hali yana ham chiroyli chiqadi deb aytishdi. Xo'p, personal xod, ya'ni ishchi guruh xodimlar shu yerdan kirib chiqishar ekan. Srochli fotolar ham mana shu xonada joylashgan. Xo'p, mana servis holatini olishingiz mumkin. Bu yerda salfetka dasturxonlar boshqa bo'ladi, ya'ni yangi stullarga mos, оформлениyalarga mos rangda yangi tiktirishga zakaz berib qo'yishibdi. Juda ham chiroyli. Sredniy holatda posudalar. To'yxonaning kengligi zo'r, balandligi zo'r. Ko'rinishlari juda ham bir o'ziga tortib turadigan holatda turibdi. Bu yerda ham hamma sharoit bor. Divizion generatorlar ishlaydi. O'zi svet o'chmaydi bu hududda, bilasizlar. Bu Tarona to'yxonamizni sosiskani bilsa kerak, Severniy Almazordagi sosiska hammaga ma'lum. O'sha sosiskani oldida joylashgan, ya'ni Almazor City ni oldida joylashgan. Pastda opisaniyada telefon nomerligini qoldiramiz. Xudo xolisa bemalol kelib narxlari vobshe arzon, mazza qilib to'ylarni o'tkazib ketishingiz mumkin. Hozir kunda ham chegirmalar qilishayotgan ekan. Hayron qoldim, lekin juda ham arzon ishlashar ekan. Masalan, расход qilib pulni tikishyapti, servis, turlar, оформлениyalar, hamma narsaga o'zgartirish kiritilyapti.
Lekin narx oshmayapti. Bu juda ham yaxshi natija. To'y qilmoqchi bo'lganlarga. Xo'p, pastda nomerligini qoldiramiz. Murojaat qilib, Xudo xolisa bemalol to'ylar o'tkazishingiz mumkin. Har doimgidek bizlarni kuzatishda davom etinglar inshaalloh. Arzonga zo'r to'yxonalarni zo'r narxlarga topishda davom etamiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.